bir nechta operatsiyalar qildik. Hammasi alhamdulillah udashli o'tdi. O'shalar ko'plaridan yaxshi rahmatnomalar olyapmiz. Bugun o'zi rozi bo'lib o'sha o'tkazib beradigan bemor haqida gapirmoqchimiz. Bemorimiz keldi. Bemorimizda oldin jinsiy zaiflikning eng og'ir turi bo'lgan. Bu erektil disfunksiya tijoriy stepeni, bu oldindan o'sha papavernik qilib qanaqa ukol qilib jinsiy odatga priapizm hosil bo'lib, priapizmdan keyin umuman turmay qolgan, oldin turishlari bo'lmaydi, yaxshi bo'lgan. Va biz bemorimizga bitta komponentli implantatsiya o'tkazdik. Va implantatsiya operatsiyasi o'sha falloprotezирование deydi, udashli o'tdi. Va bemorimiz operatsiyadan keyin o'sha jinsiy aloqa bemalol va даже oilasida alhamdulillah homila ham bo'libdi. Operatsiyadan keyin bemorimiz haqiga so'z beramiz. Siz birinchidan bizni qanday topib keldingiz? YouTube orqali topdim. YouTube'da videolarni ko'rib,